Buni qara-ya, Tamliha. Bir haftada 2 marta ko'rishib turibmiz. Qoyil. Rahmat ukajon. Lekin to'g'risi men sendan xavotirdaman. Mendan xavotirdasan? Xo'sh, nimaga? Ahvoling yaxshi emasga o'xshayapti-ku. O'zingcha menga yordam bermoqchimisan? Ha-da. Oldin o'zing bilan meni bir solishtirib ko'rsang bo'larmidi? Meni mol dunyolarim, odamlarim senikidan 1000 marta ko'p-ku. Bunaqa maqtanish Allohga xush kelmaydi. Sen boymi, men boymi shuni aytgin? To'g'ri, lekin Mayli. Menga emas, mana bu boqqa qaragin. Shuncha daraxtlar, daryolar, mevalar, sabzavotlar to'lib toshib yotibdi. Uni mendan olib qo'yish hech kimning qo'lidan kelmaydi. unaqa demagin ukajon. Hamma narsa aslida Allohniki-ku. Alloh xohlasa seni qo'lingda turadi, lekin xohlagan paytda olib qo'ysa, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Qo'ygin shunaqa gaplaringni. Qani, qo'lidan kelsa olib qo'ysin. Men bir ko'raychi. Undan ko'ra yur, narigi bog'imni ham ko'rsataman senga. Mana, 4 tomoning ko'zing yetgancha bo'lgan bog' meniki. Shuni hammasi meniki. Qartosh ukam, o'tkinchi narsaga bunchalik suyanib qolma. O'tkinchi? Qanaqasiga o'tkinchi bo'ladi? Hamma ham bir kun o'ladimi axir? Bu narsalarni u dunyoga olib keta olmaysan. Qiyomat kuni Allohning oldiga 2 qo'limiz bo'm-bo'sh boramiz. Qiyomat kunimish. Kechirasan-u Tamliha. Men hech qanday qiyomat kuniga ishonmayman. Hey, bu hazillashadigan gap emas. Hazillashayotganim yo'q. Men ko'zim ko'rgan, qo'lim bilan ushlagan narsamga ishonaman. Bilaman, sen iymon keltirganlar kiradigan jannatni aytyapsan. Menga seni jannating kerak emas. Mana bir emas, 2 ta jannatim bor. Shak keltirma Qartosh. Mabodo o'sha qiyomat kuni kelsa ham, shuncha boyligim bilan ko'chada qolmasman. Kerak bo'lsa, u dunyoda mana bu 2 ta bog'dan ham kattarog'ini, zo'rini sotib olaman. Sho'ring qursin uka, ahvolingga achinyapman. Sena menga achinyapsanmi? Nimamga achinasan? Alloh senga ko'p ne'mat berib, seni boylik bilan sinadi. Bergan ne'matlar uchun Allohga shukr qilishing kerak edi. Uyingga yoki bog'ingga kirganda, mashalloh, la havla va la quvvata illa billah desang, o'sha mol-mulking Allohning panohida bo'lardi. Nega endi sen xuddi bog'larim nobud bo'lib, yo'q bo'lganday ohangda gapiryapsan? Kim biladi? Alloh kuchli shamol yuborib, yo'q qilib yuborishi ham mumkin-ku. Ha, kuchli shamolmish. O'sha kuchli shamol daryoning suvini uchirib yubormasa kerak. Allohning qudrati cheksiz. Suvini quritib qo'ysa ekinlaring bir pul bo'ladi. Menga qara, sen kambag'al bo'lganing uchun Allohga yalinasan. Menga o'xshab boy bo'lsang, hech kimga yalinib o'tirmasding. Tavba qil Qartosh, kofir odamning gapini aytyapsan. Rostdan ham kofir bo'lib ketdingmi, nima balo? Ukangiz sizni yig'latadigan darajada nima dedi? Tinchlikmi? Men uni gapiga xafa bo'lib yig'layotganim yo'q. Men unga achinib yig'layapman. Mol dunyo uni ko'zini ko'r qilib qo'yibdi. Allohning rahmatini unutadigan darajaga tushib qopti. Ha, u bechorani sho'ri qurib qopti. Men ham anchadan beri ko'rib, bilib yuribman. Lekin hurmatingizni qilib indamagandim. Yoshlikdan birga o'ynab, birga katta bo'ldik. Bir burda nonni bo'lishib yeganmiz. Qachon, qanday qilib u buncha bag'ri tosh odamga aylanib qoldi? Qo'ying. Iltimos, yig'lamang. Qizingiz uyg'onib ketmasin. Otasi yig'layotganini ko'rmasin. Yo'q, ko'rsin. Allohdan qo'rqib, Allohdan mag'firat so'rab yig'laganimni ko'rsin. Mehribon, rahimli Allohning nomi bilan. U o'z bog'iga kirayotib, o'ziga zulm qilgan holda, bu narsalar hech qachon yo'q bo'lmaydi. Qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mabodo Robbimga qaytarilsam ham, bundan yaxshi oqibat topaman dedi. Sherigi u bilan gaplasha turib, seni tuproqdan, so'ng nutfadan yaratib inson qilib qo'ygan zotga kufr keltirding-ku. Men Alloh mening Robbimdir. Men unga hech kimni sherik qilmayman deyman.
Qaniydi bog'ingga kirganingda, bu Allohning xohlagani, Allohdan boshqa kuch-quvvat yo'q degan bo'lsang, mol dunyo va bola chaqa jihatidan meni o'zingdan kam deb bilsang, ehtimol Robbim menga sening bog'ingdan yaxshirog'ini berar. Sening bog'ingga esa osmondan ofat yuborib, sip-silliq tuproqqa aylantirib qo'yar. Yoki suvi yerga singib ketib, sen uni topa olmay qolarsan dedi. Qahf surasi 35-41-oyatlar. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Ana shunday qilib Tamliha bu musibat ukasining nonko'rligi, Allohning ne'matlariga noshukur bo'lgani uchun kelganini tushunib, yag'al odam ukasining gaplarini eshitib, unga rosa achingancha qaytib ketdi. Boy esa borib uyquni urdi. Kech kirdi, hamma yoq jimjit bo'lib, tevarak atrofni sokinlik egalladi. Ammo bu dahshatli bo'rondan oldingi sokinlik edi. Nega asabiylashyapsan, Qartush? Tinchlikmi? Sut ichasanmi? Yo'q, sutmas, aroq opke. Borib bog'larni bir qarab kelaychi. Hozir-a? Ha. Shu ikki bog'imga borib bir toza havodan nafas olib kelay. Ana u ahmoq bo'lsa, uni yo'q bo'ladi deb yuribdi. Borib boyliklarimdan xabar olay. Osmonda qop-qora bulutlar to'plana boshladi. Ular xuddi yashirin buyruqni bajarish uchun birlashayotgan sirli qo'shindek to'plana boshlashdi. Keyin o'sha ikkita boqqa yaqinlashib kelishdi. Havo sovib ketdi-ku. Mana bu bulutlar qayoqdan keldi? Boyagina havo ochiq edi-yu. Yurlaring la'nat otlar. To'xta! Bemahalda shamol shunaqa qattiq esyaptimi? Birdan xuddi do'zaxdagi shaytonlar quvgandek qattiq shamol boshlanib, dahshatli bo'ronga aylandi va birpasda quyun yopirilib, ikkala bog'ni osmoni falakka ko'tarib ketdi. Voydod! Daraxtlar osmonda uchib yuribdi. Qani meni pahlavon o'g'illarim? Qani meni xotinlarim, qarindoshlarim, xizmatkorlarim, qo'riqchilarim qani?